Assalomu alaykum. Qutlug' Xushbaq. Kuningizdan ummatli No'qat Qo'g'ir 24 kanalining qatnashchilari bugungi kunga 21-sentyabr kunga 3-kun, 3-kundagi valyutalar kurslari bilan tanishib ketasiz sizlarga. Ertamanki valyutalar kursi qanday bo'ldi ekan, shundan ma'lumot beramiz. Çok sağ like basıp qo'yingizlar, komentar yozib qo'yingizlar, qaysi ülkede jursangizlar bile like basıp qo'yib, komentar yozib qo'yingizlar. O'sha oblast No'qat rayonining valyutalarini kursini ko'rsatamiz sizlarga. Hozir sizlarga valyutalarning janidan, bankların janidan ko'rsatishni bo'lingizlar. No'qat Qo'g'ir 24 sistemiga qo'shilishib, hozir valyutalarning janida borib ko'rishamiz. Finka bankka keldik. Finka bankda 82.50 dolar, 82.00 euro, 1 so'm 32 tiyin rubl ekan. Rubl bugun tushib ketdi, qozoq tenge son 80 ekan. Doskredit bankka keldik. Doskredit bankda dollar bilan euro birda ekan. Bu yerda da 1 so'm 32 tiyin ekan. Rubl tushib ketdi. Qapog'ini xudoga ko'tarib qolishi mumkin. Hozir Aziya bankda qancha ekan shu yerdan ko'ramiz. To'g'onlar Aziya bankda 82.73 dolar, 82.00 euro, 1 so'm 33 tiyin ekan. Qozoq tenge son 80 ekan. Bu Aziya bankda tushib ketdi. To'g'onlar shu Aziya bankka kelib almashtirsangiz bo'ladi ekan. Doskredit bankka kelib, Doskredit bankda 81.00 dolar, 81.50 euro, 1 so'm 32 tiyin rubl ekan. Qozoq tengesi 1 so'm 10 tiyin ekan. Bu yerda rubl biraz g'ana tushibdir. Ekoislam bankka keldik. Ekoislam bankda rubl 1 so'm 32 tiyin ekan. Euro 81.00, nemesi dolar 80 so'm 40 tiyin ekan. Bu yerda Ekoislam bankda shunday bo'lib turib kursi. No'qat Qo'g'ir 24 kanali sizlar bilan qo'shilishib, obedgacha qo'shishadi. Bugungi ertamanki kurslarni tanishtirib ketdik sizlar bilan. Ko'ngilli bo'lganingizlar uchun cho'ng rahmat. Like bosib, komentar yozib qo'yingizlar. No'qat Qo'g'ir 24 kanali doimo sizlarning xizmatingizda. Tushgacha ko'rishishga tinch bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Assalomu alaykum demoqchiman. Tushda Xudo buyursa o'choq olsin.